Ya Rab, hammalarimizni Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga muhabbatimizni ziyoda qil. U zotga mutobaatimizni ziyoda qil. U zotga qiyomatda yorug' yuz bilan yo'liqish baxtini nasib et. Salovatlarimizni yetkazib bizlarga salom qaytishini nasib eyle. Avlodlarimizni bizdan ko'ra hidoyatli, bizdan ko'ra ilmli, bizdan ko'ra saodatli et. El yurtimizni tinch aman qil. Buyuk ajdodlarimiz sen va Rasuling ilmida mohir edilar. Biz g'ofil bo'ldik. Ya Rab, bizga ham tavfiq berir. Ulug' ajdodlarimizga bergan hidoyatingni berir. Ularga bergan ilmlaringdan berir. Ularga bergan taqvolardan berir. Avlodlarimizni bizdan ko'ra salohiyatli ayla. Dining ravnaqini, musulmonlar salohiyatini, islohini ko'rib ko'zimiz quvnashini nasib etgin. Ustozlarimizni o'zing rahmatingga ol. Bizga bir harf bo'lsa-da, bitta o'git bo'lsa-da o'rgatgan ustozlarni Alloh o'tganlarini rahmatingga ol. Gunohlarini mag'firat qil, darajatlarini baland et. Bizga ilm yo'lida xizmat qilgan, ko'mak bergan o'tgan ota-onalarimizni rahmatingga ol. Ularning gunohlarini mag'firat qil. Ya Rab, tirik ustozlarimiz, hayot ustozlarimizni Alloh o'zing haqda sobit qil. Ularning ehtiromini bizga nasib et. Ularga yaxshi hurmatda bo'lish baxtini nasib et. O'zingga bo'lgan iymonimizni, Rasulingga bo'lgan iymonimizni ziyoda qil. Ilohiy, o'zingdan so'raymiz, ilmga bo'lgan rag'batimizni o'zing ziyoda qil. Qalblarimizni ilmga och. Gunohdan uzoq qil. A'zolarimizni ilmga ishlaydigan qil. Gunohdan tiyiladigan qil. Ya Rab, hammalarimizni hidoyatda sobit qadam ayla. Sallallohu alayhi va sallam.